Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Yakkasaroy tumanida turibmiz. Yakkasaroydagi Solaris deb nomlangan turar joy majmuasini birinchi qavatidagi 94 kvadrat metrlik 3 xonali uyimiz bo'ladi. Hozir men sizlarni umumiy qilib chiroyli tanishtirib chiqaman. Ko'rib turibsizlar, bu mehmonxonamiz juda ham kattagina yumshoq mebellari bor. Bu yerda konditsioner, kattagina kartinalar va televizorli zonalarimiz ham bor. Uyimizni ko'rib turibsizlar, neoklassik uslubida juda ham bejirim ta'mirdan chiqqan. Uyimizni ta'mirdan keyin hali hech kim yashamagan, top-toza uyimiz bo'ladi. Bu yo'lagimiz bo'ladi. Aziz o'rtoqlar, mana bu asosiy kirish eshigimiz va bu yerda sanuzil qismimiz bor. Hozir masalan yosh bolalar yotoqxonasi bilan tanishtirib chiqaman. 2 kishilik mana yosh bolalar kravatlari, tashqariga qaragan oynalari, dars qilishning stol stullari, bu yerda bo'lsa shkaflari ham bor aziz o'rtoqlar. Xo'p. Bu yerda bo'lsa bizning alohida hojatxonamiz bor. Sanuzilimizni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yerda komod qismimiz bor va bu yerda kattalar yotoqxonasi ko'rsanglar bo'ladi. 2 kishilik kravatlari, konditsioner, tashqariga qaragan oynalari, bu yerda bo'lsa mana kattagina shkaflari, komodlari, hamma sharoitlari qilingan aziz o'rtoqlar. Bu yerda bo'lsa umumiy yuvinish xonamiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Hamma sharoitlari qilingan, tayyor turibdi. Keyingi xonamiz ayollarimizning eng sevimli xonasi, oshxonamiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib astrovoklarni ham qilib qo'yishgan. Bu yerga hamma texnikalari bilan kuxonniy mebellarimizni joylashtirishgan, kiradigan mashinalari, duxovkalari, hamma sharoitlari bor. Bu yerda bo'lsa tashqariga oynalari, bu yerda bo'lsa 4 kishilik, 5 kishilik stol stullarimiz va televizor, konditsioner va muzlatgichlarimiz ham bor. Aziz o'rtoqlar, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 155 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxida baraka qilib beraveramiz.